Qoch, uchaman. Hozir ushiraman men senlarni. Senlarga gilam diyor deganmidim? Mana suv olib keldim. Sirrini ushirding. Chek! Devlet, mulk o'xshamay uy. Uka tur gilam yuvaylik. Kosa bilan yuvinglar suv ketadi. Mana. Qochilaman, suvni qochiraman. O'yin qilma bola, go'sht kelang deyman hozir. Oyog'im ko'pik bo'ladi. Ko'tarlaring. G'o'zapayani ustiga yoylaring. Qaychida katta xolam tuxumlarni yig'ishtirib kellaring. Bol, nechta ekan? 2 ta. Bitta. Ikkitami, bittami? 1,5 ta. Qaramaysan. Berdim-ku. Ana, endi pichak chiqolmaydi-da bu yerda. Ey, lamlamang yur, To'g'ri yuribman-ku. Ha, chuqurroq suqinglar bo'lmasa chumchuqlar yeb ketadi. Tez. Bitta ish bersa tualetga kirib oladi, endi bu chiqmaydi. Chiqaman-ku. Tezlash. Ana endi hech balo qo'nmaydi. Menga ham ol. O'zimga olaman. Tegma, qursa yeysan shuni yeb to'ymaslar. Men sen ko'ylak olib kelaman. Dadananikidan-ku bu. Menga olib keldingizmi? Akangnikini kiyasan. Ustingni kir qilyapsan, to'ray. Ana bodringkalarga bodringcha. Men yaqib bering. Senga pomidordan qilib beraman. O'xshaydimi? Ha, udar bo'ladi. Ona, biz UBS universitetiga topshirmoqchimiz. 300 ta grantda bor ekan, viloyatga kelgan talabalar uchun yotoqxona ham bor ekan. Stipendiya ham berar ekan. Real tekin ona. Va chet elda o'qib amaliyot oshirishi mumkin ekan, aya. Ana endi kallanglar ishlash boshlabdi. Mana nima uchun men sizlarni uraman. Mana. Ana bor ekan-ku. Rahmat, ertaga chiqarib beraman, jon. Ona, Qaramon tog'am ketman so'rab chiqdilar. Dadangga aytmasdan hech kimga hech narsa berma. Gibi. Berdingmi? Sen kuchuk beparosat! Yoshlik sani o'ylamagankan. Hech kim joyidan qimirlamasin, hammani qo'lga olinglar. To'xta. Bo'ldi. Qimirlama. O'zi zo'rroq qimirlagan edim. Onalarni himoya qilish jamiyatga yetib keldi. Uyalmaysanmi shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Ha, bizani oshxonamizdagi kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizani uyga kelib narsa olib ketaverasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribdan oling. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyoladagi barmoq izi onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing, qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Aman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimlar olib ketdi bular. Sizga kichikindiki o'zga beraman deb. Voy, meni sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Ro'mol chaqadi. Mana bumi xola? Onangizor, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Men tapchikam. Ikkinchi poyqani buni. Mana xola hamma qo'shiqlarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'rinib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Olib chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi erga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tlining til qattiq qopti ekan. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarar bu. Kerakli buyum edi-da.